chekkaga bo'lingan. Hozir chekkaga bo'lingan. Bitta bu tarafda bu mahallaning ayollari, bu esa uzoq yaqindan kelib ishlaydigan insonlar. Bu yoq bizni partiya, bu yoq местный. Yo'lovchilarga beraman. Akalarimizga ham. Keling, ro'zadorlar, to'xtang. Og'iz ochganda esam qo'yasiz, akalarga bermabsiz-ku. O'zingiz berasiz, bilaman, bu yoqqa ham bering, qarang. Gap berishadi sizga. Sizga ro'zalaringiz qabul bo'lsin, opajon. Kelishdan qoldi, mana ehsonlar tarqatyapmiz. Qo'ldan kelgancha albatta niyatni to'g'ri qilsak, bundanda katta ehsonlarni tarqatishlikka Allohim yengil qiladi, yetishtiradi deb o'ylayman. Biroz gapim kelmay qoldi. Xudo xohlasa bundan ham zo'r ehsonlarni qilamiz hammasiga. Oxirigacha boramiz endi. Yo'lovchilarga, bu yerda o'tirgan hamma ehsonlarga ehsonligimizni tarqatyapmiz. Yo'lovchilar ham qolmadi. Xudo xohlasa kechki payt iftorlikda yana ham ko'pgina ehsonimiz tarqatiladi. Kelarga insonlar bemalol savdoni qilib, shular ehsonimizni olib, og'izlarini ochib, bitta duo qilib qo'ysa bo'laveradi. Aysabek, oldiman. Allohu akbar, rahmat. Allah sabr bersin.